Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Bugun kanalga shunaqa savol keldi. Nima uchundir menda azaldan yuvinganimda, qo'limni yuvganimda, yuzlarimdan uqalasam juda kir ko'p chiqadi. Guvala kir chiqaveradi. Nima uchundir men har kuni yuvsam ham, qo'limni tinmasa so'nglab yuvsam ham qo'limdan yana kir chiqaveradi dedi. Qanchalik cho'milmay ertasi yana shuncha chiqadi. Buni ilmi amaldanmi yoki domladanmi, nazardanmi, qandaydir duo o'qittirsam, domlaga borsam bu narsa bartaraf bo'ladimi deb savol berishdi. Bu savolni o'qib ichimda nimadir qimirlab ketdi. Chunki bir kuni YouTube'da eshitgan edim. Bir g'assol hikoyasi yodimga tushdi. G'assol aytgan edi. Bir ayol vafot etdi. Uni yuvishga 3 ayol kirdik, ammo qancha uni yuvmaylik, cho'miltirmaylik, undan kir chiqaverdi va boshqa ayollar vafot etganda kirsak yarim chelak suv yetardi. Ammo bu ayolga nima uchundir 4 chelak suv ham yetmadi. Bu ayolning gunohlari shu qadar ko'p ekanmi, gunohlari yuvilib bo'lmas darajada tanasidan ushlagan sarimiz kir chiqadi. Va biz uni amallab kafanladik va uni toza holatga keltira olmasak ham biz bu ishimizni tugatdik. Bu gaplarni eshitib men titradim, yig'ladim. Ichimda bitta savol paydo bo'ldi. Nahot men shunchalik yomon ayol bo'lsam, nahot gunohlarim tugamas? Chunki men ham cho'milganimda tanamda shunaqa kir chiqishini bilardim. Bu kir edimi, terini uqalanishimi bilmasdim, ammo uzoq yuvinardim. Ertasi kuni yana shuncha chiqardi. Shunda bolaligim yodimga tushdi. Beg'ubor, kichkina 5 yoshli qizaloq. 5 yoshli qizaloq o'ylang, qanaqa gunohi bo'lishi mumkin? Aniq eslayman. O'sha paytlar umumiy hammomlar bo'lardi. Onam, opalarim va men hammamiz birga kirib cho'milardik. Onam meni yuvintirar ekan shunday degandilar. Hamma bolam oppoq. Faqat shu kenja qizim qoracha tug'ilgan. Oppoq qizlarimni yuvsam oq kir chiqadi. Buni yuvsam Xudoyo tavba qildim, qora kir chiqadi. Yana buni kecha cho'miltirganman. Yerga dumalaganmi bilmayman. Yana shuncha kir uqalanib kir chiqadi-ya, degandilar onam. O'sha payt ichimda bir narsa o'rnashib qolgan ekan. Men buni yillar davomida ko'tarib yurdim. Shunda yana o'sha savol xayolimga keldi. Nahot men o'sha payt 5 yoshli qizaloq paytim ham shunchalar gunohkormidim? Nahot men gunoh bilan tug'ilganmidim? Nahot men la'natlangan irkit qizaloqmanmi? Yillar o'tdi va men nihoyat javob topdim. Aslida bu gunoh emas edi. Ha, bu kir edi. Lekin bu gunohdan chiqqan kir emas edi. Bu doim hammaga o'zini toza ko'rsatishga urinadigan va hammani kir tomonini yopadigan va hammaga yaxshilik qilib o'ziga zarracha yaxshilik ravo ko'rmagan qizaloq edi. Hammani roziligi uchun o'zini qurbon qiladigan, ovozini ichiga yutgan qizaloqni tanasi orqali chiqayotgan og'irlik edi. Bu yuk edi. Bu uyatni tana xotirasida o'rnashib qolgan o'rni va bu men yetarli emasman degan ishonchni izlari edi. Va shuni bilib qoldim. 5 yoshli qizaloq gunohkor bo'lmaydi. Gunoh bilan tug'ilish mumkin emas. La'natlanib tug'ilish mumkin emas. Ba'zan tana shunchaki ortiqcha yukni chiqaradi. Ha, ichkaridagi aybdorlik hissini chiqaradi. Ha, ichkarida yig'ilib yotgan og'irlikni chiqaradi. Ichiga yutgan dard, alam, g'amni chiqaradi. Ha, bu tana darajasida avloddan avlodga nasldan o'tib kelgan uyat hissini chiqaradi. Ha, bu tana darajasidagi chiqish edi, lekin bu gunoh emas edi.
Men shuni tushundim. Ayollar, sizlar hech qachon o'zingizni ayblamang. Nima bo'lgan taqdirda ham, qanday so'zni eshitganingizda ham taslim bo'lmang. Men gunohkor ekanman, gunohlarim shu qadar ko'p ekan deb o'zingizni ayblamang. Hammasini iloji bor. Hamma narsani to'g'rilash mumkin. Inson gunohkor holatda tug'ilmaydi. Inson tavba qilar ekan, inson o'zini sevar ekan, o'zidan faxrlanib yashashni o'rganar ekan, ayol shunda baxtli bo'ladi. Aziz ayollar, har doim, har mahal o'zingizni sevib, o'zingizni ardoqlab yashang. Ichingizga hech narsani yutmang.